Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Hammanglarning qimmatli vaqtinglarni bugungi leksiya uchun sarf etmoqchi bo'lganliginglardan to'liq so'yindim. Muborak qadaminglarga leksiyaning tashkillovchisi bo'lgan Bilkish kutubxonasining mas'uli Ablajon afandim nomidan chin ko'nglimdan tashakkurimni bildiraman. Marhaba qadaminglarga. Bilsam bilmasam o'ltirgan mehmonlarning hammasi bugungi temamizga alohida ko'ngil bilgachga izlab so'rab bu so'rovga yig'ildik, jam bo'ldik deb o'ylayman. To'g'ri, psixologiya va turmush bu tema haqiqatan bizni qiziqtirdi. Har birimizni qiziqtiradigan tema. Hammamiz ruhiy va jismoniy jihatdan sog'lom bo'lishni, atrofimizdagi turmushdagi har bir ishdan xushallik tepishni izlaymiz. Undaq bo'lsa, uningdan boshqa yana kasbda muvaffaqiyat qozonib, yuksak ishonch va umid bilan yashashni orzu qilamiz. Ammo turmush hamisha biz o'ylagandek undaq go'zal bo'lmasligi mumkin. Kasbda hamisha muvaffaqiyat qozona olmasligimiz mumkin. Chunki turmush agir to'qayliqqa to'lgan. Undaq bo'lsa, biz mushu yo'liqqan ijtimoiy masalalarni, besim va to'sqinliklarni qanday hal qilamiz? Qanday yengamiz? Bu masalalarga dal Zivida xonimning leksiyasidan javob izlaymiz. Undaq bo'lsa, leksiyani boshlashdan avval Zivida xonimni tanishtirib o'tay. Zivida Abdukarim, Şinjan Ma'rif instituti, Ma'rif ilmiy fanlar sho'ba instituti muavin mudiri, psixologiya fanlari dotsenti, doktor aspiranti. Zivida xonim psixologiya o'qitishi va tadqiqot bilan shug'ullangan 20 yilga yaqin vaqtda o'zingizning psixik doktor bo'lishni xohlamsiz. Muvaffaqiyatli hayotning asosiy psixik sog'lomlik, psixologiya o'qitishligi qatorliq asarlarni yozgan. Undaq bo'lsa do'stlar, qizg'in olqish ishtiroklarimiz bilan Zivida xonimni munbarga taklif qilaylik. Rahmat. Rahmat, har biringlarning psixologiya fani yangi fan bo'lsa-mu, mush fanga qiziqib bugungi leksiyarimizga qadam tashlab qilganlarga. Bugungi temamiz turmush va psixologiya bilimlari. Temamizning yanında 3 rasm turibdi. Avval savolimga javob bera olsanglar, anandan keyin so'zlab berma. Qaysi rasm midra o'tibdi, qaysi rasm tinish turibdi? Xato javob berdinglar. O'tirdagi rasm tinish turgan rasm. Demakchi bo'lganimiz nima sizlarga midra o'tgandek ta'sir beryapti, shundaqmi? Turmushimizda nurg'un narsalarni biz his qilgan bilan kasbiy nuqtadan qarayotgan chiqsa o'xshamaydi. Bizning faqat his qilayotganimiz shundaq midra o'tgandek tuyg'u. Lekin haqiqiy psixologiya fani nuqtasidan qarasangiz, u yana bir xil nuqtadan ifodalanib beradi. Bugun leksiyarimda sizlarga qilgan tayyorligimning hammasi shundaq temalar. Tövendeki bir qancha nuqtalar orqali amaliy turmushimizdagi psixologiya nazariyalari zodi bizga qanday ta'sir ko'rsatadi? Bu nuqtadan diqqat qilgan vaqtimizda zodi nimalarni bilalaymiz degan temada to'xtalmoqchi. Eng avval psixologiya fenimi nurg'un odamlarga nisbatan garchi bilgandek his qilsangizmi, lekin sizga nisbatan meningcha savodsizlikni ifodalab qo'yadigan bir nuqta deb qarayman. Chunki men 20 yıldan yakın nurg'un odamlar bilan uchrashgan vaqtimda ularning mendan so'ragan savollari psixologiya fanida haqiqatan savodsizlikni tugatmasak bo'lmaydiganligini his qildirdi. Shunga hamda bugun ko'nglinglar kelsa-mu, birinchi nuqtada sizlarni qattiqroq tayoq bilan urib, psixologiyadagi savodsizlikni tugatish maqsadida birinchi nuqtani tayyorlik qildim. Keyindagi savollarimga avval sizlar javob bersizlar, boyaga o'xshash savodsizlik ifodalangan chaqda men o'zgartiraman. Agar to'g'ri javob bera olsanglar, yana o'tib ketamiz. Bu birinchi tema. Ikkinchi temada psixologiya fanida men doktorlik o'qib bu 3-yili bitirib bo'lamadim. Nurg'un tajribalar bor. Nurg'un odamlar nimishqa bir odam shunchalik uzun vaqt hayotini sarf qilib tajribalarni ishlaydi-yu, amaliy turmushimizda nima ahamiyati bor uning degandek savollarni so'raydi. Shunlashqa qisqa bir qancha qiziqarli tajriba orqali bizning turmushimizga ko'rsatgan ta'sirini ozroq tushuntirib qo'ymoqchi. Üçüncü temada albatta bizning Uyg'urlarning madaniyat muhiti boshqa millatlardan, boshqa davlatlardan farqlanadi. Biz psixologiya faniga diqqat qilgan vaqtimizda zodi qanday nuqtadan diqqat qilamiz? Aynan ko'chirib kelamdik yoki o'zimizning madaniyat muhitidan yangi nuqtalarni izlamdik? Mushu ustida o'rtoqlashamiz. To'rtinchi nuqtada biz biladigan ong, psixika, ong holati degan bir qator atalg'ular bor. Mushlarni ozroq farqlantirish orqali turmushimizdagi psixologiya bilimlarini qanday o'zlashtirish to'g'risida yetakchilik qilamiz. 5-nuqta texnik konkretlashtirib, bu yil mana mamlakatimizda odamlarning baxt tuyg'usini tashviq qilgan yili. Undaq bo'lsa, baxt tuyg'usi, xo'shallik degan atalg'ular bir-biridan farqlanadi.
bizning moddiy taraqqiyotimiz bilan baxt tuyg'umiz zodi qanchalik munosabati bor degan temalar ustida ozroq to'xtalib o'tamiz. 6-chi nuqtada agar vaqt kengaytib vaqt yetmasa sizlar qiziqqan nuqtalarda boshqa sohalarda psixologiya bilimlari zodi qanday ishlatilyotidi degan nuqtada to'xtalmoqchi. Shunga bugun sizlarga tayyorlab qolgan temalarim shu. Unda bo'lsa eng avval psixologiyadagi savodsizlikni tugutish nuqtasi to'g'risida bir o'rtoqlashaylik. Bundan boshqa psixologlarimizning his qilgan nuqtalari bo'lishi mumkin. Lekin mendan eng ko'p so'raladigan savol nima desa, psixologiya o'rgangan yoki psixologiya o'qituvchisi degan gapni anglaganda men hamma odam, "Voy, bu ma'lum bir qarabli bizning nima o'ylayotganimizni cho'qim bilib oldi" deb o'ylaganlar ko'p. Sizlar psixologiya temasi to'g'risida shundaq bir ehtiyoj, shundaq bir xiyollan qilib baqaninglar bormi? Ma'lum bir qarablar bizning nima o'ylaganimizni bilib oldi deb. Psixologiya feni undaq fan emas. Shunga nim qildigan fan buni kendi tushuntirib qo'ymoqchi. Ikkinchisi, oilada mening bolamdan tatib deydi. Ozroq ochiqlanib qo'ysam yoki xizmatdoshlarim ba'zi masalalarni hal qila olmay qolsam yoki ozroq do'stlarim o'tirib ziddiyat bo'lib qolsa, siz psixologiya o'rganib turibmi? Mush masalani hal qila olmamsiz deb so'raydi. Unda psixologiya o'rgangan odamlar hammasini eng yaxshi hal qilish kerakmi? Sizlarning psixologiya o'rganganlardan qildigan tanlovlar shumi? Masalan, mening bolam uyda deydi. "Sen psixologiya o'rganib turib, men nimda vaqiraysa" deydi. Faqat vaqamaslik kerakmi? Mushu xiyollarni bir amallashtirib boqaylik. Zodi to'g'rimi, xato? Undan keyin nurg'un odamlar azroqli bir masalalar ko'rsa, qanday psixikamda masala bormi ma'lum deb o'ziga o'zi diagnoz qo'yadi. Yoki bo'lmasa boshqalarning gapini deganda, "Bunday qildi, ma'lum, uning psixikasi chuqur masala bor" deb diagnoz qo'yadi. Mushundaq sizning diagnozlaringiz to'g'rimi, xatomi? Zodi shundaq diagnoz qo'yishga bo'lamdi. Andan keyin har qanday yerga borsak, bizdan o'zini ayirib turdi. Bu psixologiya ma'lumjimi, diqqat qilinglar deb. Sinflarga kirsakmi, o'quvchilar bizdan orliq tashlab oldi. Bu psixologiya ma'lum bilib qoldimi, diqqat qilaylik deb. Zodi psixologiya ma'lum siz bilan yaqinlashgan chaqdalar bilib qolamdi qandaq. Mushu bizning psixologiya fan bo'lgan eng dastlabki tuyg'umiz, tunishimiz. Shunlashgan mushu tunishni to'g'rilasak, meningcha psixologiya fandagi nurg'un nazariyalarni o'qigandan bakrak savodsizlik tugilib qolamdikin deyman. Shunga birinchi masala qilaylik. Unda bo'lsa, bizning burun bizning madaniyatimizda palchi degan madaniyatlar bor. Masalan, ba'zi radiolarda psixikadan maslahatlarni anglasanglarmi, chuqur siz bunda o'yladingizmi deyman, anda o'yladingizmi deyman deganda, sizni ko'may turib sizning o'ylaganlaringizni oldin ola deb qo'ydigan ahvollar mavjud. Unda bo'lganki, nurg'un odamlarning nazarida psixologiya oldin ko'rarligi bor bo'lgan, bir qarablar mening nimani o'ylayotganimni biladigan shundaq bir fanmikin deb qarab qoldi. Butunlay xato. Psixologiya sizdagi ifodalar orqali sizda qanday psixik hodis bo'lyapti, u qanday taraqqiy qildi, taraqqiy qilsa nega keldi deganni bildiradigan bir fan. U hargiz bizningki kelgusimizni yoki nima o'ylayotganimizni yoki keyinda qanday ish bo'lganligini oldin ko'radigan ilmiysiz fan emas. Odamlarning ijtimoiy hodisalarini tadqiq qiladigan fanning ichida psixologiya eng ilmiy fan. Hech qanday gapni ixtiyoriy deyishga bo'lmaydi. Masalan, men qiz qarablar, men mush qiz cho'qim tashqi mayil, jonliq, shu qiz, jiqishlar qiziqdi deb baho bersam, men o'zimning salohiyatiga mos kelmagan bo'lman. Men cho'qim avval bu qiz bilan fikrlashib, so'zlashib, savollarimga javob bergandan keyin yoki bo'lmasa munosabatli psixik sinoqlardan keyin mushu diagnozni qo'ysam to'g'ri bo'ladi. Lekin men qarab o'tiriblar, men qiz mundaqkan, andaqkan deb baho bermayman. Shunlashqa psixologiya fanini sizlar bir xil g'oyivona, amaliyotdan ayrilgan, anandan o'zining subyektiv xiyoli bilanlar darhol diagnoz qo'yadigan narsa deb qarasak bo'lmaydi. Masalan, men sizga qarab o'tirib, siz hozir yag'anga qildingiz desam bo'lmaydi. Masalan, siz asli beshingizni tutib o'tirgan. Men bir gap qilsam, ishtik buni o'zgartirib, pulingizni orqa qilib oldingiz. Buning asosan sizning harakatingiz o'zgardi. Chunki siz o'zingizning tafakkurini to'g'rilay olmagan vaqtida harakatingiz o'zgartish hosil qildingiz. Men endi sizning gapingizda xatolik bo'lishi mumkin desam, buning ilmiy asosi bor. Men qarab o'tirib chiroyingizga siz yog'anga qildingiz desam, bu psixologiya faniga mos kelmaydi. Shunlashqa psixologiyadagi har bir hukm sizningki butun biz davatgan mana odamning oddiy sezgusi, anandan keyin yuqoriroq darajadagi bir jismni ko'radigan idrok, odamning tafakkuri, qatorliq alayliklarning shunday paydo bo'lish, o'zgarish jarayonlari orqali sizning zodi qanday psixik alayligingiz bor,
tashqi ifodalangan alohidlik qandaq deganlarni tadqiq qiladigan fan. Shunlashqa bundan keyin psixologiya degan faniga diqqat qilgan chaqda meningcha uning qandaq ilmiy asosi bor, nimaga asosan mushunaq hukm chiqarsan bo'ladi degandek mushu moddiy asosi yoki bo'lmasa tadqiqot asosiga asosan fikr qilishni o'rganib olsak. Bu birinchi mazmun. İkinci mazmun psixologiya o'rganib turibmi masala qilmaslik. Bizim o'quvchilarga dars so'zlasak shunday deymiz. Psixologiya bilimlarini yodlab bütün qachilib olsangizmi, u agar o'zingizning qilmishida ifodalanmasa, o'rgangan psixologiya nolga teng deb. Nurg'un psixologlarning ichida xomushlik kasal bo'lib, o'zini o'tirib olgan odamlarmi xil ko'p son deganlaydi. Ular psixologiya bilimlarini hozircha xeyli cho'nqur yegicha qachilib olgan. Lekin uni amaliyotda ishiltish boshqa gap. Andan psixologiya o'rgangan odamlarmi ularning hammasi normal turmushdagi odamlar. Ular faqat nazariyani hammalarga yetkazib berdi. Ishiltishni yetakchilik qila oladi. Lekin ba'zida o'zining qilmishi, ba'zi alaylikda undaq masalalar ko'rilgan chaqda bularning hammasi intayin normal desam. Bu orqali nima demoqchi desam, hammalar o'rgangan mush psixologik bilimlarni. Masalan, kayfiyatingizni achchig'ingiz gap qilsa vaqirab chiqirib o'ting degan niyatlay olasiz. Siz uni qilmasangiz, u pasif kayfiyatingiz energiya sifatida sizda qandaq yana mavjud bo'lib turaverdi. Pasif kayfiyat tangshil bo'ldi degan nazariyani bilasiz, lekin qandaq tangshishni siz amaliyatingizni ishlatmasangiz, uning hech qandaq ahamiyati bo'lmaydi. Shunlashqa bu psixologiyadagi nazariya bilan amaliyat, masalan, matematikadagi formulalarni siz yodlagandan keyin savol chiqqan chaqda shu formulaga tushirib ishlaysiz. U avtomatik holda shuningga tushadi. Endi bizning ma'vu psixologiyadagi nazariyalar qandaq qilsangiz, turmushingizda har bir ish ham balaga yag'anga qilmang, siz yag'anga qilsangiz, bala o'rganib oldi deymiz. Shuni bilasiz. Lekin hamma odam oilada balasiga yag'anga qilib boqmagan odam meningcha bek oz uchraydi. Shuni shunday qishqa ishirtamaganligimiz uchun ma psixologiyadagi nazariya turmushimizga singib kirmayotdi. Shunga psixologiya bilimlarini bildigan odamlarning hammasi intayin mukammal, hammani amaliyot ishlatadi degan xato qarash. Hammani o'zimizni mashq qilib odamning miyasi mashg'ul qiladi. Har qanday bugun so'zlagan masalan temalarimizni kundalik turmushda angliq holda turmush odatingizga aylantirgan vaqtda anandan keyin bu bilim sizning amaliy bilimingizga aylandi. Ma rasm qaranglar. Mabala yeşillikni qo'g'dayli deb turib qaynoq suv quyapti. Siz baho berib beqing. Buning psixologik masala bormi, qanday? Gülge qaynoq suv quyapti, ko'rdinglarmi? Lekin o'zi so'zlayotgan narsa cho'qim yeşillikni asraylik, dal-daraxtlarni qo'g'dayli degan gapni aytadi. O'z qaynoq suv quyapti. Unda bo'lsa, mush rasm qarab sizlar baho berib beqinglar. Bu balning psixologiyasini benormal ekan deb baho bersak bo'lamdi. Bo'lmaydi. Nima ishqa? Intay yaxshi. Uchinchi masala bizning odatda bizda o'tgan psixologik masala bor, yoki uning psixologik masala bor degan gapni biz oldirib, yengillik bilan ishlatishga bo'lmaydi. Masalan, adam tillab kunib qolib, sarang deb kunib qolgan bo'lsangiz, u mayli. U siz kunib qolgan kasbiy gap emas. Lekin hozir psixologiyani biz tashviq qilayotgan sari haqla sarang degan gapni ishlatmay, ilmiy holda va uning psixologik chuqur masala bor, uning deb o'tirib, mundaq diagnoz qo'yib qo'ydi. Odatda bizdimi sarang degan gapni sarang davasi bir tishlamgu sarang bo'lib qoldi degan gap bor. Siz yiningizga odamlarning psixologik masala bor davasangiz, iliq epizodlarga o'xshash haqiqatan o'zining psixologik masala bor deb o'ylab qoladi. Endi Mao psixologiyadagi yana bir taraflamali qarashni o'tsak, odamlarning psixologiyasiga nayt yaxshi. Uning bir xil qilmishi, bir xil harakat orqali hargiz normal deb diagnoz qo'ymaymiz. Balkim ba'zi odamlar haqiqatan psixologiyasi ig'ir darajada normalsiz odamlarni voy bu saq deyishi mumkin. Ba'zi odamlar azroqli qilmish harakatlar, kichikdan bir harakatlar bilan bu haqiqatan benormal deb o'ylash mumkin. Bularning hammasi bir taraflamali qarash. Çoğunlaşkan bu nayeti ilmi narsa xuddi siz doktorxonaga berib, sizning ichki a'zolaringizni ravurs tekshirib, andan keyin sizda qon besimi yuqorga, yurak kasalligiga, diabet kasalligiga siz deb diagnoz qo'ygandek, psixologik diagnozmi shundoq bir ilmiy jarayon. U hargiz bir odam ko'zingizga yoqmasa benormal, ko'zingizga yoqsa normal deb baho beradigan oddiy jarayon emas. Ham buning zodi qandaqligini keyinda ozroq amaliy turmush bilimlarini tushuntirib o'tamiz. Haqiqatan psixologiya o'qituvchilariga nisbatan nurg'un odamlarning
biz bay degandek bir taraflama qarashlari bo'lg'achqa, bir qarapli bizning qanaqligimizni bilib oladi. Shunlashqa o'zimizni yeb turayli deydigan o'quvchilar ko'p. Biz odatda darslar kirsak yo bo'lmasa ba'zi maslahat so'rashga norozi bo'lgan o'quvchilar qishimiz kirsa, bu ma'lum bilib oldi deb o'tirib o'zini qaymoqtirib, egiz pas oyoq-moyoq shakllar bilan o'zini ifodalamoqchi bo'ladi. Endi haqiqatan psixologiya odamlarning qanday emasligiga baho bergani bilan o hergiz sizinki odatdagi turmush masalan men sizni kuzatib zodi psixikasi qanday deganni o'ylashmagan ahvolingizda men sizning butun ichki dunyolaringizni xuddi rentgenda ko'rgandek ko'ramayman. U mumkin emas hodisa. Chunki bizning hozir oldimizda ba'zi sirliqlashtirilgan, masalan, gipnoz degan psixologiyaning ichidagi minchilikli bir taraf. U davolash shirtilsa ahamiyati bor. Bo'lmasa o'yin qo'yish xarakterli gipnoz faqat u odamlarning ma'lum bir ong holatini ifodalab beradigan narsa. Onun başka bir kısım davalaş usulları var. Endi muşulağa asasanlar psixologiya sınayt sırlıqlaştırıp deb o asman ufçuduğan, adamlar bir qarapla baha berdiğen narsa deydiğen xata qaras var. Kendi düşündürümüz ameliyatta psixologiya, yani eskertimen en ilmi bo'lgan fan xarakteri güçlük bir fan. Demek muşu bir neçe nokta arqılı biz avval psixologiyaga bo'lgan bazı xata qarashlarimizni to'g'rilab oldik. Undaq bo'lsa, psixologiya nimalarni tadqiq qildi? Kendi yani bazı atalgılar çıkıp kalsa, azırak düşünce verip koyalım kıskartıp. Bütün bizdenki şu psikik hadiselerimizde. Psikik hadisi degen bizden anlam ölçüsü aladı, mavu kılmışımızın ölçüsü aladı. Şunun okşaş bütün psikik hadislerinin payda buluş, özgürüş, terakkılış kaydı kaniyetlerini tadqiq qildim. Endi kılmış dedik, ang dedik, men miyada azırak sual sorab qaysizlar cevap berib qo'yinglar. Adamning haqiqiy ichki dunyosini ifodalab beradigan, yağancılık aralashmagan en haqiqiy ichki dunyosini sirtni ifodalab beradigan alaylığı qaysi? Chiroy ifodasi. Har bitta inson yaxshi. Odamning ongsiz qilmishi odamning en haqiqiy psixikasini ifodalab beradi. Men sizni shunday yaxshi ko'rmanda, voy deb quchoq bek sig'inib ketdim deb ketdim. Endi rasm tushmoqchi ishkalar. Men sizdan da turib tushsam, mening haqiqatan sizga shunda amroqligimni bildiramdi. Bo'lmasa men og'zim sizga shunda yaxshi ko'rman, sizni bek sig'inib ketdim dedim. Lekin men gapirgan vaqtimda cho'qim o'ylanib angli qoldi gap qilmay shunaqo. Ba'zi angsiz so'zlarimiz bor. Chiroy mimikimiz ikkinchi daraja. Buningdimi amal bo'lsa haq bilib qolmsin deb azroq o'zgartma o'sha odamlarim uyga mehmon bo'lib kelsimi, unda turib olmayman shunaqo. Bilib qolmsin deb kaslar deb turma. Lekin qilmishimdan yugurib quchoqlab ko'rishmayman, yana chetda turib kelinglar deb kutma. Demak, mening shu angsiz holda ifodalagan qilmishim haqiqiy odamning yoshurnog'idagi eng chin haqiqiy narsani ifodalab bera oladi. Shunlashqa hozir psixologiyadagi qilmish tahlil psixologiyasi, jinoyat psixologiyasi shunday ko'p ishlatadi. Odatda turmush masalalarida sizning inchki qilmishingizni tahlil qilish orqali sizning ichki dunyoyingizda haqiqiy ifodalayotgan ba'zi narsalarni tushuntirib beryapti. Endi mushlarning hammasi bizning ichki dunyomizning sirt ifodalab beradigan narsa. Shunlashqa qilmishdan tortib, bizning chiroy mimikimizdan tortib, bizning o'ylaganlarimizgacha, so'zlarimizgacha hammasi bizda o'tgan psixik hodisa bo'lib hisoblanadi. Endi bu qanday hodisalarga ayrildi desangiz, hammalarida bor bo'lgan bilish jarayoni. Hozir dars anglayapsizlar, shunaqo, xotir qoldiryapsizlar, tafakkur qilsizlar, atrofdagi muhitlarni ko'ryapsizlar. Demak, bularning hammasi odamlarning bilish jarayoni. Endi mushuning mas paydo bo'lgan odamning yana kayfiyat, hissiyat alayligi bor. Masalan, odamlarning kayfiyat, hissiyat alayligi bilan bilish jarayoni qanday? Zish munosabatlik shunaqo. Agar siz ma'lum voqeani anglagandan keyin andan sizning kayfiyat qo'zg'aldi shunaqmi? Masalan, ba'zilar passiv kayfiyatni qo'zg'atish shunda amroq. Birisi seni bir nim dedi desa, jinnimdek deb beradi deb anglaymiz shunaqo. Anlab bo'lgandan keyin u g'aybatni qanday bo'lmas? Shunda beram bo'lmas. Agar anglamasa, nim deganda o deymiz, o'tib ketimiz shunaqo. Demak, odamda avval mushu masalaga nisbatan tushuncha bo'ladi. Andan keyin kayfiyat hissiyat shakllandi. Masalan, kichik bolalar bu ilonning yoki qo'ng'izning unda chaqadigan u alayligini bilmaydi. Şuna yeni tug'ilgan bolalarniki masalan 1-2 yosh jarayonida nurg'un narsalarni qo'rqmay qo'ng'izlarni tutib yurdi, biz qo'rqaymiz shunaqo. Andan keyin biz voy deb uning qo'rqinchliligini bildirgandan keyin andan keyin ularga qanday qo'rqinish andan shakllanadi. Shunlashqa sizning har qanday kayfiyat hissiyotingizning qanday asosi bor. Voy bugun miyagacha optuzli qisilib yoki optuzli voqea chiqib qolarmi deb o'ylagandan keyin siz tashvishlansiz shundaqmi? Ve bugun ajab yaxshi obdal hissiyatni birini anglayman degandan keyin
siz qanday bo'lsangiz, aktiv kayfiyat bo'ladi. Şuna hammalar avval bizning kayfiyatimizda pasib alaylik bo'lganda kayfiyatga diqqat qilamiz. Masalan, yoshlardan o'g'il qiz do'stlardan ayrilib ketib qolsa, birinchi bir kayfiyatim o'ngsam bo'ladi, qachon yaram bo'lmasmi, qachon ko'nglim yerim bo'lmas deb o'ylaymiz. Amaliyotda ko'nglim yerim bo'lmas deganni o'ylamay, masalaga bo'lgan qarashingizni o'zgartsangiz, kayfiyatingiz qanday bo'ldi? Tangshildi. Şuna odamning ikkinchi jarayoni kayfiyat hissiyat bilish bilan birga mavjud bo'lib keladigan. Uchinchisi odamlarning irodasi. Masalan, ba'zi odamlar qiyinchilikni yengalaydi, ba'zilar yengamaydi degan. Endi bu hamma odamlarda o'rtaq bo'lgan jarayon. Undan boshqa psixologiya yana odamlar bilan odamlarning farqini tadqiq qildi. Bizningki naytli masalan to'nglandaymiz, tuxumdosh qo'shkezak, ikki o'g'il, ikki qiz tug'ilgan. Aslında qo'shkezaklardimi bir-biridan naytli zo'r farqlanadigan farq alayligi bor. Bularning hammani psixologiya fanida kendi biz individuallik deb so'zlaymiz. Bu shunday odam bilan odamning o'rtasidagi farq deb tadqiq qiladi. Odamning ichida eng farqlanadigan, aldirab o'zgarmaydigan alaylik nima? Xarakter bilan mijoz o'xshamdi. O'xshamaydi. Bizda qon bilan kirgan qo'y jon bilan chiqibdi. Demak, qo'y degan gap mijoz, yersiyatdan bo'ldi. Xarakter degan oq ko'ngil, rostchil, samimiy degan butunlay keyin shakllandi. Demak, bu xarakter odamning temperamenti deymiz kasbiy jihatdan. Mijoz, qobiliyat deganlar odamlarning bir-biridan farqlanadigan individuallik alaydiligi. Endi individuallik so'z chiqib qolsa shu. Endi buning ichida eng o'zgarmaydigan odamning mijoz alaydiligi. Demak, psixologiya mushundaq mazmunlarni bizga nayti ilmiy asosda sharhlab, turmushimiz bilan qanday bog'laymiz, xizmatimiz bilan qanday bog'laymiz degan mazmunlarni tushuntirib beradigan mushundaq bir eng ilmiy fan. Birinchi mazmunimiz shuning bilan tugadi. Endi ikkinchi mazmunda biz psixologiyadagi qisman masalan biz hozir davatqamish nazariyalarni qanday ifodalab beryapti, mush qiziqarli bir qator tadqiqotlarni ko'rib boqaylik. Avval mavu shipinni ko'rib beqinglar. Xatirsin sınaq batıdı. Sallanın tərtib üç uçuradı da. Va Adem qarama. Adamlar maymunun farkını ko'rdinglar. Təcrübədə qaysının ifadəsi yaxşıroq bo'ldi? Maymunun ifadəsi. Bununda sanını 1-dən 8-yə sanını qalayımqan çıxadı ekranda ko'rdinglar-ku. Maymun to'g'ri tapa olsa, yemək verib uni kuchaytib atadi. O tugandiki odam keldi. Odamnikinimi bu mukofoti bor. Odamning 1-dən 8-gacha bo'lgan xotirining o'rnini tepish jarayonida maymunning qandaqga kuchliga. Mustaq bir tajriba ishlab bo'lgan bu paytli xotira, Gonzoji deymiz, paytli xotirining tadqiqoti. Undaq bo'lsa, maymun odamdan aqlliq desak to'g'rimi? Nemishqa? Maymun ansız. Ansız, lekin bayqi sallarni xatir qoldirgan chaqda ansız bo'lgan bilan odamdan yaxshi qoldirdi. Bunun uzun müddet Uzun muddatlik asl tush qobiliyati, eng muhimi tafakkur qilishi bo'lmaydi. Maymun oddiy harakat tafakkur qildi. Igiziyatga chanjolarni bir amallan alalaydı, harakat tafakkur qildi. Undan boshqa tafakkur qilmaydi. Undaq bo'lsa, bolalarimiz sallan yatlab bersa, yoki she'r qo'shoqlan deb bersa, "Ma bol bek aqlli, 10 koplet she'r yatlab o'tadi, birdan 100 gacha yatlalaydi" desak to'g'rimikan? Nimaga asosan bolalarning aql qobiliyatiga diagnoz qo'ydik ekanmiz? Tafakkurga asosan. Mush tajribalardan keyin nurg'un isbotlab chiqdi. Masalan, bizning Jungoning bolalari nemishqa yangilik yaratmaydi desangiz, bek jiq xotir qoldirib, xotir besib olib qolisida. Tafakkur qobiliyatiga ta'sir yetkazib bordi. Albatta, odamlarning miyasi hechtim yo'q holatidan hozirgacha mushunchalik jiq bilimlarga erishdik shundaqmi? Shunga xotir qoldirish normal bo'lish kerak. Bek oz xotiri sig'imi bo'lib qolsin bo'lmaydi. Bek ko'p bo'lib ketib qolsin bo'lmaydi.
Çoğunlaşkan balalarning yaş alayligi mas bo'lgan xatir qobiliyatini taraqqiy qildiramiz. Lekin masalan ishlatadigan, ishlatmaydigan butun narsalarni yotib balalarni bildirib, oxir kelgan chaqda balalarni ijod qildiramiz desak, ijod qila olmay qolamiz. Çoğunlaşkan balalarning taraqqiyotida biz ularning xotirasini taraqqiy qildiramiz. To'g'ri, ba'zi muhim bilim, muhim qurilmalarda xotir intayin muhim. Lekin eng muhimi agar balangiz haqla demagan gapni desa, haqla o'ynamagan o'yinlarni o'ynasa, boshqalar qilmagan ishlarni qilsa, "Voy, men balam yangilik yaratadi" deb balaning yangilik yaratishini kuchaytsangiz, u vaqt haqiqatan ijod qila oladigan balalarni yarata olamiz. Shu hamda mana tajriba orqali agar xotirga qarab bir odamning aqlli emasligi baho bermoqchi bo'lsa, maymun odamdan aqlli bo'lib ketadi, shunaqmi? Lekin biz xotirdan boshqa insonning aql tafakkur yangilik yaratishning muhimligini bildiryotadi. Masalan, rasm kichikroq bo'lib qoldi, ko'ra oldinglarmi? Masalan, biz bilamiz kichik bolalarni voyma karvatdan ichigaroq qo'yinglar, yiqilib ketadi deymiz, shunaqmi? Biz cho'nglar yiqilib ketmaymiz. Masalan, idrakning ichidagi cho'nqurliq idraki. Biz jo'z bilan yerning farqini qanday qila olamiz? Bila olamiz. Lekin mushu 1 yosh ichidagi 1 yosh 8 oylikchi bolalar bilmaydi. Ma'u qanday tajriba olib bo'lgan, bilmaydigini qanday qilgan desangiz, mana o'tir aynak. Ma'u o'tirdiki, ma'u aynak. Mushuni balni qo'ysa, tüppiz menib ketaverdi. Anandaki 2 yoshdan qilgan balni qo'ygandan keyin meyadan mangmay to'xtab oldi. U qanday qildimdi? Cho'nqurni bilaladi. Demak, odamniki bilishimizdan az-azdan tug'ilgan chaqda odamlar oddiy sezguli bo'ladi. Astasda anandaki mushu cho'nqurlik biz bo'lmiz bilamiz. Kunlik turmushda bu balni karvatdan libib qo'ymang, yiqilib ketadi deb bilamiz. Lekin ularda zodi qanchash cho'nqurlik idirki bo'ldi, qanchashda bo'lmaydi deganni qanda mana psixologiyalik tajriba orqali naytanliq kichik tajriba. Mushu 1 yosh 8 oylikdan burungi bolalarni kelgan chaqda bular menib o'tib ketib qolgan. Undan keyingi bolalar menga mangmagan. Demak, undan keyin odamlarda cho'nqurlik idirki shakllangan deganni tadqiq qilib chiqqan. Endi tajriba qaranglar. Odamlarning chiroylariga qarasanglar. Mana qanday kayfiyat inkasib ekan? Ochiq gapdi. Demak, qarang, dunyo miqyosida hammalar Amerikadan bir to'p odamlar, Afrikadan bir to'p odamlar tug'ildi, bizning miyadan bir to'p odamlar tug'ildi. Hamma odamlarga shu rasmni, odamning ayliqi chiroyini farq etish. Ko'rsatganda hammasi ma xapovatadi, ma xushvatadi deganni qanda? Hammasi degan. O'xshash, unda qanday madaniyat muhitidagi odam bo'lsa, ular o'xshash qo'shal bo'lsa, qapoq turmaydi ekan. Hammasi qanday qildi ekan? Kuldi ekan. Ochiqlansa hammasi bunda qildi ekan. Demak, odamlarningki butun dunyo miqyosidagi chiroy, kayfiyat ifodasida qanda o'rtaqlik bor deganni tadqiq chiqqan. Lekin odamning tafakkuri, qilmishi deganda qanda farq bor. Masalan, turklar yoq deganni bunda qildi. Biz yoq deganni bunda qilamiz. Bunda farq bor. Ba'zi chiroy mimikasida biz qanday millatligini bila olamiz. Shundaqmi? Chiroy shakli o'xsham, lekin chiroy mimikasida ma turkmi yo'qmi, uyg'urmi yo'qmi bundaqmi deganni ba'zi chiroy o'xshaydiganlarni mash mimikasi orqali bila olamiz. Lekin kayfiyat tuyg'usida mana dunyo miqyosida odamlarning o'rtaq aloyiqligi bor deganni psixologiya tajribasi orqali tadqiq qilib chiqqan. Endi rasm qarang, nima ko'rdingiz ma seriq rasmda? Ikki boshdan boshqa narsa ko'rganlar bormi? Demak, ba'zilar chiroyli maqsadlarni ko'rdi. Ba'zilar ikki boshni ko'rdi. Jiq erlarimiz ikki boshni qiz o'xshaydi deb ko'rib qoldi. Shunday qizlarimiz uyga tizdigan istakanni ko'rib qoldi. Demak, har bir odamning diqqat idrakning tanlashchanligi deymiz, lekin diqqat qiladigan nuqta o'xshamaydi. Odatda masalan, shuni turmushimizga kelsaqanda, ba'zi odamlar o'zining bolalarining ortiqchiligini ko'rdi. Shunaqmi? Kamchiligini oq ko'rinish qilib ortiqchiligiga diqqat qildi. Ba'zi odamlar maxsus kamchiligini ko'rdi. Shunga bir narsani bizning qanday qarshimiz har bir odamning zodi nimani obyekt tanlanishilar munosabatlik deb isbotlab chiqqan. Endi shunday turmushimizga inchik narsalarni biz har xil tajribalar bilan ma'u hamda keyin tushundirma Pauloning ma'shartlik refleks degan bir tajribasining rasmi ma'ni men keyin davomli tushundirma. Ma tajribani turmushimizga olib kiraylik. Maqtash san'atini avval bir tafaqaylik. Oilada sizlar o'zaro maqtash ko'prakmi yoki tanqidlash ko'prakmi? Avval o'zingizlar bunday bir dangsab yiqinglar. Tanqidlash ko'prak. Bir-birimizni ijtimoiy munosabatda biz endi aslida bizning madaniyatimizda maqtab ketishni mag'rurlanib ketadi demdik.
turmushimizga singib ketgan asosiyatdan tanqidlash orqali ba'zi narsani o'zgartmoqchi bo'lamiz. Lekin Mao Rossiyaning biologiya olimi bu ham biologiya darsida so'zlaydi, mana shartlik refleks degan bir tajriba. Mao klassik shartlik refleks degan. Odamlar bilan hayvonlarni solishtirgan bo'lsak, odamlar tug'ilgan chaqda biladigan narsa, bir umrda biladigan narsaning pek oz persentini egallaydi. Shunaqmi? Tug'ilganda nima bilmaymiz? Yemishni bilsiz, yig'lashni bilmaymiz, qo'g'donish refleksi bor. Mushu biz net bildigan narsa, bularning hammani shartsiz refleks deymiz. Odamlar tug'ilibli biladi. Qolgan narsaning hammasi tug'ilgandan keyin o'rganimiz, shundaqmi? Mushu o'rganish jarayoni shartlik refleks deb sodi qanday shakllandi deb bunda bir tajriba ilib bo'lgan. Qarang, aslida Mao yemakni ko'rsa, ma itning cho'lga ajratib chiqarishi shartsiz refleks deb atildi. Shuning bilan bu Paulo degan kishi qanday qilgan desangiz, har qatim yemak kelgan chaqda ma qo'ng'iroqni jarang-jarang qilib jaranglatgan. Ya'ni yemak kelganda qo'ng'iroqni jaranglatgan. Oxir kelganda yemak bo'lmasimi? Qo'ng'iroq jarangsiz shalviga qilib ketgan ma'no. Demak, endi bu shartlik refleks bo'ldi. Ma shartlik refleks shakllandi degan gap. Masalan, amaliyotda doktorning oq holati bolalarga nisbatan hech qanday qaybab kelmaydi. Doktorxon opamiz vaqtingizda oq holatlarni uyingizga kelib yursangizmi, u bolalar hech nima deb o'ylamaydi, shunaqmi? Lekin oq holat odamlar kelib ularga jini sanchib og'ritib etdi. Uningdagi jinisi yo'q bo'lsa, oq holatni ko'rsa bolalar qanday qildi? Qilib yig'lashni boshlaydi. Bularning hammasi mana shartlik refleksining shakllanish jarayoni. Uningdan boshqa miyada Mao sandik amerikalik psixologning mashg'ulot xarakterlik shartlik refleks Mao aning bilan o'xshamaydigan shakllanishi bu chashqanni